hozir 2 oy marafonda qatnashgan ayollar bilan Isma kafemda to'planib o'tiribmiz. O'zlarini eshitsam bo'lyapman. Mana hozir bitta opamizni sochlari oqargandi, qoraydi, papilomalari ketdi, qo'ldagi dog'lari ketgan, insulinlari tushgan. Bu yerda mana 22 kilo tashaganlar bor, 20 kilo vazn tashaganlar bor, 15 kilo vazn tashaganlar bor. Yana qanaqa kasalliklar ketdi? Nafsiyat tushdi, oyoq og'riqlar ketdi. Charchoq. Uyqu normaga keldimi? Energiya kirdimi? Sizdagi og'riqlar ketdimi? Shamollashlar, sistitlar ketdimi? Ketdimi unaqa narsalar? 20, 21, 22 aprel kuni bo'lib o'tadigan 3 kunlik bepul tekin webinarim bo'ladi. Agar sizlar ham mana shunaqa to'g'ri ovqatlanib sog'lom bo'lish yo'lini o'rganmoqchi bo'lsanglar, Ozempic va Mounjaro. bepul darsga qo'shilish uchun profil shapkasidagi havola orqali ro'yxatdan o'tib kanalimga obuna bo'ling.